Do'stlar, barchaga assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Demak, men Odilxon bilan o'rtamizda bo'lgan muammoga oydinlik kiritib o'tmoqchiman. U muammoni boshqacha qilib aytyapti va xalqlarimiz o'rtasidagi muammoni kuchaytirmoqda. U meni qozoqlar urdi deyapti. Men bunday deyman. Demak, men Odilxonga bir marta shapaloq berdim. Boshqonga hech narsa qilganim yo'q. Va u nima uchun shapaloq yeganini yaxshi biladi. Men unga aytgandim, agar meni ko'rsang yonimga yaqin kelma, chunki men sen qilgan ishlarni hammasini eslab qoldim. Yil davomida nima video qo'yganing, nimani montaj qilganing va shaxsiyatga o'tganing, men barchasini eslab qoldim. Men buni senga ham eslatib qo'yaman, agar men seni yaqinimda ko'rsam. Men uni ogohlantirgandim, lekin yo'q, videoda ko'rishingiz mumkin. Birinchi Kamil keldi, keyin esa Odilxonning o'zi keldi. Muammo shundan boshlandi va mening yonimda hech qanday talpa yo'q edi. Men unga bir shapaloq berdim va shu bilan tugadi. Keyin qo'riqchilar yugurib kelishdi, chunki ular yaqinimizda emas edilar. Ammo ular yugurib kelishdi va meni va Odilxonni ajratishdi. Uni qo'riqchilar qo'rqiladi. Demak, hech qanday talpa yo'q edi. Na o'zbeklar, na qozoqlar, u yerda millat yo'q edi. Menga farqi yo'q, u o'zbekmi, xitoylikmi, rusmi, yo'q. Menda faqat u bilan muammo bor va shu bilan tamom. Shunday ekan, hozir u katta xatoni qilmoqda. U xalqlar o'rtasiga olov yoqmoqda va bu olovni u to'xtata olmaydi keyin. Shunday ekan, u juda xavfli inson, qo'lida xavfli qurol bor, ya'ni obunachilar. U ularni to'g'ri bo'lmagan tarafga burishi mumkin. Shunday ekan, unga ishonmanglar, chunki u yolg'on gapiryapti. Men sizlarga haqiqat bo'lgan videolarni ko'rsatdim. Uni talpa qilishmaganini isbotini keltirdim. U top-toza ketdi, hatto yerga yiqilmadi. Bitta shapaloq va shuni o'zi yetarli bo'ldi u xalqlar o'rtasiga olov yoqishiga. Talpa bo'lmadi. Avval men keldim. Keyin Odilxon keldi. Men esa o'rtada turdim. Ular muammoni hal qilishdi. Всем ассаламу алейкум. Давайте жить в мире, добра, дружбы. Все народы, все мы, СНГ, все. Barchaga assalomu alaykum. Ushbu videoni qo'ldan kelgancha reaksiya qilamiz. Oxirgi video bo'lishi ham mumkin, to'g'risi. Ko'zim yetib qoldi. Chunki mantrashayotgan odamlar juda ham katta qo'shtirnoqchidan mafiya deymizmi, juda ham bir qudratli odamlar. Xullas, Octagon Ligani navbatdagi press konferensiyasiga Olmaotaga chaqirishdi. Kerak emas, men kelishmaydigan odamlar ko'p. O'zbekistonda bo'y bo'ladigan bo'lsa, men tayyorlanib qo'ya qolaman desam, xavfsizlik choralarini ko'rishga va'da bergan holda sultan chaqirdi. Keldik o'sha To'xtar bilan so'rashayotgan paytim Najdan ketib qoldi, ajratayotganda ahramalar ham chekka tortib, "Ne sen bizni bolalarga sakraysan? Ne sen zo'rmisan yo?" bu yoqda turib gazovat qildi. Endi Qozog'istonda можно shekilli boshqa davlat fuqarolarini bunaqa qilib so'kinib, haqoratlab, bemalol gazovat qilish. Bilmayman, bu videoni balki oldirtirib yuborar mendan bular, balki meni o'zimni bir yoqli qilib yuborar, yopdi qilib yuborar. Prosta mana shu videoni chiqarib qolayotganimdan men xursandman. Bunaqa holat 4-5 marta bo'ldi-da. Mana oddiy misol, Arnur Kabduldayev uxlab qolganda ham o'sha Iranitsga vizif tashiyman deganimda Nuradin chekkaga tortib turib, "Idin na" deb turib arenadan chiqarib yuborgan holatida ham chiqdik ketdik. Endi video chiqaraman deganimda bari iltimos qildi, yalinib keldi. O'sha yerda keyin besh olindi. To'xtarda oxirgi bo'yida ham face to face ga chiqishim kerak edi men. Esdan chiqdi u. Zachim esdan chiqadi? Men 3 kun ketgan vaqtimni boshqa davlatda kim qaytaradi? Nega hurmatimiz yo'qmi shunchalik deganimda ham, "Ya, brat" deb turib o'shanda ham iltimos, "Xo'p, endi bugungisi oshib ketdi." Unaqa holat juda ham ko'p bo'lgan to'g'risi. Hammasini po fakt o'qib O'zbekistonga esolaman. Tirik yetib oladigan bo'lsak, xudo xolasa qo'yamiz. Mana o'zimizda MMA federatsiyada Hasan F bor, Hojakbar aka bor. To'g'risi O'zbekistonda boshqa ligalar hech qaysi turnir qila olmayotgan vaziyatda Octagon liga qildi. Endi bularda pul ko'pligi uchunmi, bular katta mafiya bo'lgani uchunmi, to'g'risi men hayronman. Men shu O'zbekistonda turnir bo'layotganda o'sha odilona to'g'ri hakamlarda qolaversa, o'sha hamma narsa adolat bilan bo'lishida mana shu narsalar qayta bir ko'rib chiqishingizni iltimos qilgan bo'lardim to'g'risi. Men hayronman, nima Qozog'istonda mo'jnami? Liboy talpa qilib yuborishi yo O'zbekiston fuqarosini ular bir tiyinga olmaydimi? Men to'g'risi hech narsani tushuna olmayapman. Men shu vaziyatda to'g'risi yordam berishingizni, to'g'ri ko'rib chiqishingizni, kerakli odamlar ozgina bo'lsa ham aloqaga chiqishini men xohlardim. Men bir o'zimman. O'zinglar ehtiyot qilinglar. Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar? Charchamay. O'zbekistonda adashmasam ko'pgina MMA turnirlari bo'lgan yoki kickboks turnirlari, boks turnirlari,
boshqa davlatlardan bayeslar, sportsmenlar ko'p kelgan, bilasizlar. Lekin hech kim O'zbekistondan norozi bo'lib ketmagan. Sportsmenlar doim hurmatini joyiga qo'yilgan, yaxshi kutib, yaxshi chiroyli qilib jo'natilgan. Hozir biz O'zbekistonliklar chetga chiqsa ko'pi qaniydir sal shunaqa problemalarga uchrab keladi. Shu bayeslar urushib kelsa ko'pchilik qo'shiladi yoki qanaqadir bilmayman nima bo'ladi. Shunga tushunmay qoldim. Hozir bir ikkita video ko'rib qoldim. Bizni O'zbekiston bayeslarini chetga olib chiqib turgan представительlar sal e'tiborliroq bo'linglar. Hozir e'tibor bermayapsizlar uncha, nima bo'lsa bayeslarni o'zi hal qilyapti. Ertaga sizlar shuni tashlab qo'ysanglar, bayeslar qattiq gapirib qo'ysa, ikkita davlat o'rtasida ozgina nizo kelib chiqadi. Hozir sizlar indamayapsizlar, parvo qilmayapsizlar. Ishimiz to'xtab qoladi, bayesimiz yo'q deb. Sal qaranglar shunga. Tushunib olmaydigan ishlar bo'lyapti. Hozir endi ko'pchilik o'zimizni yaqinlar, akalar, olib boradiganlar ham boshqalar, lekin sal e'tiborliroq bo'lish kerak. Hozir achchiq ustida hozir bir ikkita qattiq gap gapirib qo'ysa, o'zimni ham boshimdan o'tgan bilasizlar. Bu ishlar osonlik bilan bitishi qiyin bo'ladi. Keyin ko'pchilik aralashishga to'g'ri keladi. Shuning uchun sal hamma yoqda issig'ida to'g'ri chiroyli qilib yechgan yaxshi menimcha. Oktagon urush boshlabdi, o'rtoqlar. Videosini ko'rdinglarmi? Men bir o'zim edim, hech kim talpa qilmadi, hech narsa bo'lmadi deb bu yoqda Kamil Kalamishga o'xshab, bir o'zi edi deb gapiribdi. Ko'ramiz. Endi qara. Sen Erki Bulanni videosida anaqa bilan liga bilan qo'ygan videosida chiqayapsan-da, Odilxonni bir o'zi edi, ikkalasi bir o'zida razborlashdi deyapman. Sen yujeli eshitmading ham, ko'rmading hammi mana harga axrana bolani chekiga tortib turib ana bu bir soqdan gazavat qilib, mana qilib ugrozi. Yujeli ko'rmading sen, eshitmading hammi? Inson bo'lsang, O'zim o'sha yerda shok o'z hastayaniga tushib qoldim. Menga bitta uratishdi, telefonim 2 o'rdacha mana sinib ketgan telefonim. O'rda nima bo'ldi, nima qildi? Mendan so'radi, aktordan so'radi. Kim bor edi dedi. Men aytdimki, Odilxon bor edi, men bor edim, Erka bilan bor edi dedim. O'sha yerda turganimda. Hop. Dальше уже bilmayman nima bo'ldi, nima Ya bilmasang nega faqat Odilxonni o'zi edi deysan? Menga alam qilib ketdi-ne. Odilxonni o'zi edi, uni boshqa hech kim. Hozir men aytdimki, Odilxon men Erka bilan bor edik dedim. Hop. Urdi dedim. Uni qo'ymagan ular, u videoni qo'ymagan. Qo'ydi. Yo, u video men aytganimni qo'ygan yo'q. Yo, u video men aytganimni qo'ygan yo'q. Aktriska qilib qo'ygan. Na, qirqib turib qo'yganda sen ana Odilxon bilan o'zimiz edik deb. Meni ichkariga ular tortib ketishganini ko'rdingmi? Mendan ular Va ichkariga tortib ketishganini ko'rding-ku, bu yoqdaligida to'xtarlar. Talpolim ko'payib. O'zining mamlakati, o'zining uyi. Misol, u ham O'zbekistonga kelsa, sen urmaysan-ku, urmaganing sababi sen hurmat qilasan, O'zbekistonni hurmat qilib, mehmonni qani uraman deysan. Lekin u urdi. Uni mendan kutgan yo'q. Bu yerda mana shunaqa bo'ldi degan narsalaringga qirqib tashab turib, bu yoqda sen qirqib kerakli joylarini qo'yib olgan o'zi. Yo'q. Yo'q, ana sartifni urib tashladim-ku erkak, bular xuyit qildim men. Yo'q. Idin naxuy dedi, sartifni idin naxuy dedi. Hech nima deyolmadi Oktagon. Shunchalik zo'rmi bu? Oktagonning bollari keldi-ku, eskaman menga dedi. Indamadi. Mana shu yerga xuyit qilib qoldim men. Ne xuyasi be dedim. O'tibdi dedim, urgin dedim. Sartifni bir debdi. Mana sen tepganga bor-ku. Talpa urib tashladi. Sartifni tep idin naxuy dedi sartifga. Qolgan bola, bilgan Oktagon bola bunday chiqdi-ku. Hammangiz eskaman dedi. Idin naxuy dedi. Shunisi xuyit qilib qoldim. G'o'rzakon ekanda bu, ha, shunchalik. Men politikani ko'rsak tushuntiraman senga. Shunaqa gaplar o'rtoqlar. Mayli bular 100 kishidir, 200 kishidir, bir jamoa bo'lib turib, bitta odamni shunday bir chetga chiqarib yuborish yoki yomonlikqa chiqarish osondir, lekin Xudoyim ko'rib turibdi. Bu narsalarni ko'rgan, bu faktlarni, bu narsalarni qirqib, uyushtirgan, o'zlarini oppoq qilmoqchi bo'lgan odamlardan rasmiy, chiroyli javob kutib olamiz. Ramazon muborak bo'lsin. Men to'g'risi Erki Bulanni O'zbekistonda kutaman. Olasizlarda uni kelib, O'zbekistonga kelib, biz Najdanka bilan kutmaymiz. Biz osh bilan, chiroyli iftorlik bilan kutamiz.
Shunaqa ekan, davom etamiz.